haqiqiy dindorlikning ko'rinishi qanday bo'ladi? ولذلك فإن التدين في حد ذاته غاية يجب أن يحققها كل مسلم في نفسه. Haqiqiy dindorlik har bir musulmon o'z vujudida namoyon qilishi shart bo'lgan oliy maqsaddir. Islom dinida tashqi ko'rinishga oid hukmlar bayon qilingan bo'lsa-da, shariatda avvalo kishining qalbiga murojaat qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu haqiqatni bayon qilib, Alloh sizlarning suratlaringizga va jismlaringizga emas, balki qalblaringizga qaraydi deganlar. Mazkur hadisdan Allohning nazari tushadigan joy iymon o'rnashgan qalb ekani tushuniladi. Shu sababdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam musulmon ummatini salohiyatli etib tarbiyalashda asosiy e'tiborni qalb tarbiyasiga qaratganlar. Bu borada u zotning ogoh bo'linglar, jasadda bir parcha go'sht bor. Agar u solih bo'lsa, butun tana solih bo'ladi. Agar u buzilsa, butun tana buziladi. Ogoh bo'linglar, u qalbdir degan so'zlari ayni misol bo'la oladi. Haqiqiy dindorlik qalbning islom qadriyatlari bilan obod bo'lishi va ibodatlarni odamlar ko'zi uchun emas, xolis Alloh uchun qilinishida bilinadi. Bugungi kunda soxta dindorlik musulmon jamiyatiga tahdid solmoqda. Dinning asl mohiyatini unutib, tashqi ko'rinish, shaklga e'tibor qaratish taqvodan deya ko'rsatilmoqda. Bu kabi qarashdagi toifalar jamiyat oldida o'zlarini ibodatgo'y, taqvodor ko'rsatish uchun tashqi belgilarga qattiq e'tibor berishadi. Ammo Alloh taolo bilan bo'lgan ichki holatlari achinarlidir. Qalbaki taqvo egalari o'ta kibrli bo'lib, ular boshqa musulmonlarga past nazar bilan qaraydilar. Go'yoki faqat o'zlari haqiqiy mu'min va qolganlar adashgandek. Ular o'zlarini jamiyatning tarbiyachisi deb biladilar. Shu sababli ular odamlar ustidan hukm chiqarib, kimnidir do'zaxga, yana kimnidir jannatga kiritishga jur'at qilishadi. Bularning barchasi munofiqlikning ko'rinishlaridan hisoblanadi. Haqiqiy musulmonning ichki va tashqi dunyosi bir xil bo'ladi. U yolg'iz qolganda ham, odamlar orasida ham samimiy inson sifatida gavdalanadi, namoyon bo'ladi. Dunyoviy manfaat ortidan dinni niqob qilib odamlarni aldash eng katta xiyonatdir. Alloh barchamizni bu holatga tushib qolishdan o'zi asrasin.